Uyghur yazgıçısı Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi bola nomli romani. Bu roman Bilqut şirketida ovozga elinib, Bilqut to'rida anglatildi. Chayqilib turgan bug'doyliqlar, to'xtamay chavoq chelayotgan qo'noqliqlar, shildirlashayotgan zig'ir etizlari bara-bara gugum pardasi ostida g'uvolashmoqda edi. Oxirgi beg'ayrang shafaqmu so'zsin rang tumonga aylanib, nil ranglik osmon qo'g'ishindek eg'irlashdi. Sahraning bog'lari yovuz sulu, tilqanat, aqxallar bilan qoplangan qir dalalar, qip-qizil eran o'rmonlari, itlarning qovushlari anglanib turadigan ko'jim mahalla eg'ir qorong'ulik ichida erib yo'qolmoqda edi. Oshko'ki yedi gupildab turib turadigan suiqashni peshonalari chiliq-chiliq terliginicha ichib olgan Amrulla Tambir duoga qo'l ko'tardi. To'g'liqni dadisiga agashdi. Pah, ajab issiq basta. Amrulla Tambir soqollarini siypadi. Mushu suiqash degan bog'u bolam, odamning oshgan yeriga boradi. Cho'qangdan ta tapininggacha desa, hargiz lap emasmi? Dada, chiroqni yoqib etaymi? To'g'liq chivin po'qi bilan chiparlashib ketgan 15 vatlik lampochkaga qarab qo'ydi. Qorong'i tushib ketdi. Yo'qma bolam. Buning pulig'i chog'liq, lekin pasha, kumuta, chivinni chillabli keladi degina. Heliqi ish esingdi-da, ha? Esimda, dada. To'g'liq xushyoqmayla kulib qo'ydi. Chunki dadasining degani bultirqi ish edi. Esimda, dada. To'g'liq xushyoqmayla kulib qo'ydi. Chunki dadasining degani bultirqi ish edi. Bir kuni Munur, Pida, Zehri qatorliq tarsoliq balalar mushu hoylada dutar tambir chelishib, o'ttir kechagacha o'tirishdi. Gojildishib yurgan top chivillarmu naqshining payzini surdimu, ishqilib tong otqicha uxlashmadi. Әтісі ular o'zlarining ko'nlaklarini taniyamay qilishdi. Chunki oppoq ko'nglaklar bir kechadala gullik chikko'ynakka aylanib qolgan edi. To'g'liq bolam, qorong'uda iching pishqanmisin? Bo'pti, chiroqni yondirib ver. Bilqut xazinasi. Buvay supa qarada putini sangilatib o'ltagan o'g'liga qarab qo'ydi. Bo'ldilar dada, yetib qolayli. Bolam, mijozing yo'qmi nima? Yo'qay, herib qolgan o'xshayman. Rost, bir kun kechgacha ko'cha mahallani aylanib ko'mir sotmoq oson emas. Buvayning ko'ngildikini deyolmayotganligi ovozidan bilinib turadi. Ammo bugun boshqa chog'lardagiga sal o'xshamay tursan. Qiziqsan-da, dada. To'g'liq zo'r kuldi. Sening gumonxo'rlig'ing boli bor. Bo'pti, balam, boshqa gaplarni qo'yayli. Buvay gelini qirib qo'yib gapga tutindi. Kaptalaring'u ona bo'ldi. Sen qachon dodi bo'lasan? Voy, yana shu gapmidi? To'g'liq o'rnidan turmoqchi bo'ldi, Amrulla Tambir o'ltir degandek ishora qildi. Dada, to'y deganlik, burni quliqinggacha to'y degan gap davotatding-ku. O'zing o'ylab baq. Uningga qanchalik pul ketadi? 4 temani qo'pirib qo'yganimiz bilan uningda o'ltag'ili bo'lmasa. Jenim bolam, necha yillardan beri menga bergan pullaringni yig'ib qo'ydim. To'y chiqimidan g'am qilma. Uy ishiga kelsak, hamma saramjon tayyor. Munur, Pida, Zehri og'inalaringni chaqirsang, ha-hu deyishib, bir necha kunda uyni turg'izib etmaymizmi? Mendek bir ko'mirchi balaga qaysi qiz tayyor turibdir? Yuragini mujib bearam qilayotgan so'z pusuqqida chiqib ketdi. Tekkan taqdirdimi 4 kundan keyin karomati oshkor bo'ladi. Bolam, qizmi o'zingga tanishliq, kichiklardan tortib billa o'ynab cho'ng bo'lgan. Amrulla buvay qat'iy qarorga kelganda qiladi. U kim bilsang, og'inang Zahraning singlisi Beshir oy. Nima? Beshir oy? To'g'liq
terikkinidan pushildab ketdi. Jenim dada, nimalarni deydigansan? Beşir ay og'aynam Pidoning yurayotgan qizi tursa, ular to'y qilishga putishibmi bo'ldi? Nima? Emrulla qilin oq soqollarini tutamlab jimib ketdi. Bugun tushda Beşir ayning opisi Ronam 10 yosh tilab kirgan edi. Buvay uningga o'zingiz elveling degashga Ronam atrofi shoh-shumbular bilan ahoda qilingan 10 yoshlikka kirib tug'liqni maqtab ketdi. Aqidallar mahallada piyanchuk deb yomon otliga chiqib qolgan o'g'li Zehrining buningdan keyin haroq ichmaslikka qasam qilganligi, tug'liqqa agishib ovqat qiladiganligi qatorliq bir muncha taqqa-tuqqa gaplarni qildi. Oxirida u qizi Beşir ayning baxmi aqlliq, zirak, qo'li ishliq cho'ng bo'lganligini maqtab ketdi. Xudoyim, ko'z tegmisin Beşir ayga. Xeyli yerlardan elchilar keldi. Bechara qizim Zibir ay unamay turdi. Lekin ikki gapning birisi bo'lsa, tug'liq akam undag'ay, tug'liq akam mundag'ay deb og'zidan tushamaydi desa, menmu to'g'ri deb yoqamni tutaman. Emrulla buvay Ronamning ostirdan bergan shapsining tegiga yetkashga o'g'liga qo'rqmayla soya qilgan edi. Dada, aşı Ronamning lingir-taqtaq gaplarga tushundingmi? dedi to'g'liq tip-tuzli qilib. U xotin o'g'lining dardida elish qalay debdi. Zehri do'konchi shoyikamdan nesiga haroq ichib nurg'un pulga bo'g'ilib qapti. Uning ustiga 5 mo'liq zig'irini qimmarda utirib yetibdi. Qara, bu xotin taloqning qilib yurgan rasvochiligini. Men texi Zehrini xeyli obdan bala deb yuratdim. Dada, Zehri aslida obdan bala. Tug'luq og'inisining ayibini deb sog'anligiga xijil bo'lib qoldi, lekin shaharga ovqat qilaman deb kirib ba'zi yomon odatlarni yuqtirib olgan o'xshaydi. Shunga deyman ku bolam, shaharga kirgan oq itmo qora bo'lib qaytib keladi. Buvay tug'liqdan xijil bo'ldimi nima, to'y ishini qayta tilga olmadi. Bolam, sen ne deyapsan? Dada, sana asli o'rniga o'rin sep beray. Salqinroq yotqin. Ey bak tinjiq, men o'gizda yotaman. Bolam, o'ylining o'tiriga sesq samanda selivat, bo'lmasa posh talab yotqizmaydi. Tug'luq dadasiga kavu barang tegidagi supaga o'rin selib bergandan keyin kigiz, saman takiya ham quroq ko'pini yeb adyalga o'rab o'g'isiga chiqib ketdi. U o'rinni shamol o'tishkidek yerga solgandan keyin ko'nglikini beshidan sug'urib yeniga tashladi. Ondan saman takiga beshini qo'yib, tiniq qo'ng'ir rang osmondagi pilildab ko'z qisiyotgan yulduzlarga, amdili ko'tarilib yantu qarab turgan oy o'g'iqiga qarab urdi. Chunki so'z havarang yipak kiyimlar ichidagi Naima ko'z oldida oyam bo'lgan edi. Tug'luq yer asti parxonadan o'qchib chiqqandan keyin birdilla Turdi Nazir qizini qattiq urib yetami? Agar shunday qilsa, cho'qim qizni degan o'y ko'nglidan kechish bilan havodan rujahlaridan yer asti bo'limiga qarab birdam turdi. Hem otibalı o'ttirsida bo'lingan hamma gapni angladi. Shu asnoda egiz palampaylardan asta tushayotgan hol oyni ko'rgandala dochidan tezla chiqib ketgan edi. Qo'yli o'ttirsidagi sezgi samandan ko'tarilayotgan ochiq is oppoq oydin kechida so'z havarang to'r pardadek atrofga yeyilmoqda edi. Tug'liq go'ya oy bilan so'zlashayotgandek ko'k qarab asta pichirlashga boshladi. Oningdan kechirim so'rag'ali. Bir zangi davatidana? Bir zangi divonidanmi? Sizning nazaringizda divoni bo'lsa, mening nazarimda u bir odam. Bilamsiz, g'ururliq odam. Pah, nima degan yurakli qiz. Tug'luq chunqir tindi.
Bundaq yehdillik ruhni hozirgi qizlardan topmaq tez. Ah, Nayima. Sizga ming martam rahmat. Siz dadingiz uchun mendan kechirim so'ramoqchi bo'ldingiz. Siz u bir odam, g'ururliq odam deb menga ulug'liq ato qilganingizda men ko'mirchi bola, yuragim yerilib ketamu deb qo'rqdim. Chunki sizdek bir farishta menga yuksak in'om ato qilgan edingiz. Ah, Nayima, sizni buningdan keyin ko'rish nasib bo'larmi? Canğa can ato qiladigan hayot baxsh so'zlaringiz yuragimning qat-qatlariga singib ketgan tursa, sizni qandoqmi unutarman? Men faqat seg'inaman, kuyman, g'oyibana yaxshi ko'raman. Ammo umidlarim orzulardan baxmi yiroq. Chunki men bir xas tuproq bilan tang ko'mirchi bo'laman. Men sizga qandoqmi bo'ylashay? Shunga hamma chin aqidalarimni yuragimga dafn qilishdan boshqa choram yo'q. Siz bilan ko'rishmaslikka, ashu chilonliqqa bormaslikqa ahd qilib, tunji qitim qalbim tilaklariga qarshi mangdim. Quruqdan quruq sherin azob iskanjalarida bo'g'ilib nima qilay? Siz bo'lsangiz osmondagi cho'lpon yulduzsiz. Men bo'lsam o'zimni yo'rtolmayotgan shamchiraqman. Siz bilan uchrashgan ashu kunni hayotimning saodatli kunlari sifatida saqlayman. Endi sizni dadingizning oldida yuzingizni so'rin qilg'im yo'q. Men bu g'ururimga yundi chachadigan til ahonatlarni anglashni xohlamayman. Tug'loqqa yulduzlar suvari bo'lib ko'rindi. Yalg'iz oymu o'rnida jim turmay sahravatgandek bilindi. Chunki ko'zlarini süp-süzük yosh pardalari qoplagan edi. Tova, Tug'loq nomus qog'idagi yigitmidi? Bir el rahbari, el otisi, yo'qsilning shafoatchisi bo'lgan nozir, nomus qilan qizim, nomus devasa. Nayima ko'mir setib halol yashayotgan Tug'loqdan nomus qilamdi? U faqat ko'mirchi bo'lganligi uchunmi? Undaqda biz xalqning chaqiri, avam uchun jenimiz fido degandek shuarlarning ulug'ligi quloqqa yaqinlik anglanishdanla paydo bo'lib qolganmidi? Agar nozirning biror o'g'li yoki tuqqani ashundoq oddiy emgakchi bo'lib qolganida uni zangi divona deb tillarmidi? Shundoq Namratning aybi to'la bo'ladi. Biriga so'z bilan aytganda uning aybi qo'lining qisqaligida. Agar Tug'loqning ota-onasi qo'l ilkida boylardan yoki amaldor to'rlardan bo'lganida u birovlarning dashnimini yeb, alimini tortib yurarmidi? Tug'loq dedi-da yonga o'rildi. U juvaz o'qidak to'm bilaklarini cheqiyotgan poshini paqqada urib, abyonni murisiga artdi. Eren daryo bo'ylaridan o'rvatgan salqin shamol tallarni huzurlantirib, pasha kumutlarni nalagado akatmakda edi. Tug'loq o'zi ko'migan, ota-onasini xiyolan qiyos qilib boqqan bo'lsa-mu, faqatla ko'z oldiga keltiramadi. U buvisi Amrullohdan bir qancha qaytam so'rab qanoat topqidak javobga erishamadi. Lekin Tug'loq 10-11 yosh vaqtida bo'lsa kerak, taladan anglab kirgan gaplarini buvisi bilan mo'misiga deb berishiga Amrulloh buvay chechilib ketdi. Qandoq shu meg'iz la'natlar u? Sen Mumang Donamning Jag'ispaydagi singlisi Badr Niso xonning bolasi bo'lasan. Opang tug'utida o'lib ketgan. Dadang bo'lsa shaharda kodir edi. U xumsi hukumat puliga xiyonat qilib hapsida o'ldi. Mana shundoq ish. Amisa balalar. Tug'loq ayminib yaga qaradi. Sen Amrulloh Tambirning nevrisi bo'lasan. Opang Umay seni to'y qilmay tug'ib qo'yg'ashqa, buvang uni uydan qo'g'lab chiqarib etgan. Umay qiz nomusga chidamay o'zini daryoga tashlab olgan deyishidi-ku. Po'xyatda o'zvansizlar. Amisa
Arlap, daryo bo'yidagi egiz yorliqda daryoga qarab bir nimalarni deysan. Ham, umay qizim deb yig'lading. Voy, qara bu quloq kastining oqamdan timiz qilib yurgunini. Tug'liqning mo'masi Donamning juvi kichik bo'lib, erining yerimidakmi yo'q edi. Şoňa Emrullah xotinini äkletipmi yoki vejikligini kamsitipmi, aytavur uni G'oralday, bizning G'oralday deb qo'yatdi. Şoňa tug'liqningmi G'oralday opa deb tili chiqqan edi. U qursig'i ichib ketsa, G'oralday, non, G'oralday opa, non deb yig'laydi. Qo'lim qo'shinlar tug'liqni Donamning soyisi deyishadi. Demisimi u G'oralday opasining ko'nglikining peshini tutib elib, etizeriq xaman o'rmonliqlarga ketaveradi. Hatto Donam Mumay kola sog'sa, yanada o'tirib elib kolining amchikini imiman deb qavishlik qiladi. Demisimi Donam uni oltin saqam, toychiqim, botiliqim deb akletib cho'ng qildi. Tug'liqmi buvay bilan Mumayni dada opa deb shu dematlik bo'ldi. Ammo Donam Mumay kichik tug'liqning yumran qalbiga o'chmas obidalarni qoldirdi. Bug'doy o'rib etib, cho'p chepib etib, chor to'pollarni tasqab etib, hatto engizlarda boshaq terib etib, mumisining issiq bag'rig'i besib, qonmay suyib pichirlashlarini, mo'ldirdak yosh to'kib, nola qilganlarini tug'liq xira-shira esga oldi. Jenim qo'zam, oltin bolam, opangga nemancha o'xshaydigansan? U yolg'izim sana qonmay bu dunyodan ketdi-ku. Sening qoshlaring, ko'zlaring, burunlaring, ernasi, kulishlaringgacha miskin opangning so'ridilar. Bo'pti jigirim, umring opangni hargiz do'rimasin. Bundaq alamlik yig'lash, nolilar ko'p bo'lg'ashqimi, to'g'liq bara ahlinni topgan seri bovisi Emrullahning deganlariga gumon bilan qaraydigan, hatto ishonmaydigan bo'lib qolgan edi. Mumay ana shundoq kimningdir o'tida kuyib, suyida eqib, hasrat, nadomat og'amchisida bo'g'ilib, shomu saharlarda yostiqlarini ho'l qilib, bu dunyodan xo'shlashdi. To'g'liq 7-sinfda o'qiyotgan chog'lari edi. Donam Mumay 3 kunla yetib, bir saharligi ko'z yumdi. Dada, endi o'qimaymikin deyman, dedi To'g'liq 7-sinfni bitirgan yili. O'qish puli, material pullari yildan yilga o'rlab ketyotidi. Oliy maktabga chiqdim degan bilanmi chiqimini sen qandoq to'lab bo'lasan? Onun üstüge yaşınıp kaldın dada. 8 moyani teriş təski düşüdü. Dehqançılıq degandan go, teriş, uruş, pərviş qilish degandek vaqt qaralı ba. Buvay beshini chayqadi. Onundan başqa vaqtda nemimi qilasan balam? Bekorchilik odamni yomon yo'llarga boshlaydi. Xangdan ko'mir akib sotaman. Monor 2-3 yil bo'ldi, shunda qilyapmamdu. Monor degan sendin 3 yosh chamasida cho'ng. Sen bo'lsang amdila 14 yoshga kirding. Dada, shaharda 11-12 yoshlik bolalar xodik haydab pul tepyotidi. Ma'qul degana, pidami shunda qilmoqchi. Mana shuningdan beri 13 yil o'tdi. To'g'liq terish, sug'urish, urush, yig'ish qatorliq qatilan chog'larda dehqonchilikni qo'ldan bermay kelayotgan ko'mirchi bola bo'lib qoldi. Tun nisbi bo'lib qolgan edi. Ho'yladan ko'tarilayotgan ismim suslab ketdi. Bundaqda pashalar birdilla adab ketadi. Shunga dadasidan ansirgan To'g'liq shoti orqali ho'ylaga tushdi. U buvayning uyqusini buzmaslik uchun putining uchida mengib samanxonadan bir quchoq sesiq saman ochqib, so'z is chiqayotgan qop-qora kul ustiga to'kib, ondan o'giziga chiqib ketdi. Ko'mirchi bola To'g'liqning chilonliqqa kelmaganiga bugun to'p-to'g'ri 9 kun bo'ldi. Bu oraliqda ko'mirchi bolalardan pida 2 qatim ketdi. Tova,
odatda ancha bilinib ketmaydigan 9 kun bu qitim 9 yildek bilinib ketdi. Odam saqlash dunyoda eng betoqat qiladigan azobli ish emasmi? Nayma burun buni nemishqa his qilib baxmagan bo'g'aydi. Appa, nimalarni deydigansiz? Men shundaqmi qilarmanmi? U bir ko'mirchi bola u. Nayma bu gapni opasining oldida oldirab devatganligini keyin his qilib qoldi. Undaqda bu farishtadek yumron qiz ko'mirchi bola tug'liqqa ani shundaq bo'p qoldimi? Yaqay, suni ko'may, o'tiksam mayli. Ammo shuni demay bo'lmaydikin, Turdi Hasan tug'liqni haqoratlagan kundan boshlab Nayma xuddi qo'qas yutib olgandek azoblanib yurdi. Go'yo bu sodda ko'mirchi bola o'zi tarafidan xo'rliqqa uchirgandek tanglikda qolgan edi. Adnasi bir necha kunlargacha yuragini o'rtayotgan xijillik iskanjasi chingib bodiki, zodilib bo'shimadi. To'g'ri, qalbida odamiylik xislat bo'lgan har qanday vijdon egisi albatta xijil bo'ladi-da. Uyinga ko'mir akirib bergan bir yigit tuz ko'ngli bilan bir necha ig'iz chaqchaq qilib, qizning bahrini ichib qo'ysa bo'lmamdi ekan. Yoki Nayma jannatdan chiqqan hur, osmondan tushgan ko'k monchoq bo'lmasa, umu his tuyg'ulari rosa may bog'ligan. Yigitlarning hitlari, qo'pol ammo tatliq so'zlari, ko'zlarida bir atlik urishlari kichikkina yuragiga olamcha shodlik ato qiladigan, butun vujudi bir xil shirin huzur bilan larziga keladigan rasida chog'lar tursa. Amdiza rahmat deyishning o'rniga sattilla bilan haqoratlasa, bu odamning qiladigan ishi xazinasi. Yana kelib bir rahbardanga tug'liq Ürümchida oliy tarbiya ko'rgan odamlarni mu ko'rib qo'ydik. Chog'liqkan deb o'ylab qolmasmi? 9 kundan beri o'zi uyulib, vijdon azobi tortayotgan Nayma tug'liqdan kechirim so'rash uchun kundala ko'chaga chiqib saqladi. Ammo u kelmadi. Kelmagan seri Nayma betoqat bo'lib yurdi. Bu chaqcha Oysima bilan Oyazni qandoqligi ishqi buyursa, bosh ustiga xon qiz deydi-da, shahar yezi demay, yiroq yaqinga ketaveradi. Hozir Oysima nahiyalik doktorxonada jiddiy qutqizilyapti. Azaldilla kun ko'rmagan Musimdak Nimjon bu ayolni tuyuqsizla qo'zg'algan yurak muskul tiqilmasi eng xatarlik ajal girdobiga akilib qo'ygan edi. Agar Oyaz bo'lgan bo'lsa, bo'ldi xon qiz, u haromni o'zim chaqirib kelay, debla chiqib ketadi. Qiziq ish. Nayma dadasi bilan opasiga deyanmagan gaplarini bu dilkash xotinlarga deyalaydi. Oysima doktorxonaga kirib qolgan haftadan beri Nayma yo'qlab kelish uchun necha taraddud qilib baqdi. Lekin to'g'liqni kelib qolarmikin deb yaltaydi. Bo'lmasa, shahardan, nahiy bozordan chiqayotgan minibuslar Chilonliqdagi cho'ng yo'l bilan To'pterak, Qarag'o'ja, Tarsu qatorliq kentlardan orlab, yana orqaga qaytaydi. Mana, bugun mu tong etish oldida turibdi. Kun chiqish taraf o'tqashda qizirib, yangi kunning boshlanishidan derak bermoqda. Sahroning to'xolari orqadan qishqirib, eshaklar hangirmoqda. So'z maysirang yipak pardilar ochiq derizlardan kirgan mayin shamolda asta hilpirilib, o'yg'oq yotgan Naymaning yuzlarini silamoqda edi. Bu qiz hujrasining qo'sh derizalari bog' tarafga qaragan bo'lib, o'zim koridori, ko'l ham ravoqlar ko'rinib turadi. Oq kirliklar silingan karvat. Pay yostiqlar ichiga cho'kib qolgan Nayma xuddi rivoyatlardagi qor malikisidek yotadi. Onun qapqara qunduz sochlari yotgan ko'pilarga tartibsiz chechilgan edi. Kun ko'migan oppoq ko'kslari beg'irtaqsiz rubashka ichida so'z tavrinadi. To'lgan bilaklari xuddi shakli so'yib etilgan tuxumdek yaltiraydi. Uning qalin kirpiklari, cho'ng ko'zlari tomga o'rnatilgan gul sevitiga,
sevatdagi gullarga tikilganda qig'ini bilan ko'nglida alanglab turgan bir simoni oydin ko'rib turadi. So'zlarining miyig'zini chaqatdi. Rastilla qizlar oshiq bo'lib qolgandek chiroyli bo'lib ketibdilar. Biz yigitlar suvsaq bo'lmamdi ekan. Ishqilib qora barliq ranglarning ichida ulug' rangdir. Xon qiz, o'ylab baqdingizmi? Nima uchun ota-bobolarimiz Qoraxon podsho, Qora Bartur, Qora Ajim degandek ismlarni qo'yishdi? Naima asta shivirladi. Nima degan samimiy, sodda, kirsiz, pak, yaqin sudak ravon so'zlari? O'zimni dahsimay xonpaga cho'riq bilan sakrabdiman degan so'z esiga kelish bilan Naima bo'siqqina kulibdi. U o'rnidan turib, yuz yuvayotgandimi, opisi bilan noshta qilib yetibmi, Tug'liqning so'zlarini eslaydi. Hatto Tug'liqning kostyum burilki kiygan yoki sochlarini qop-qora paqirtib, kichik mashina haydayotgan siyoqini pat-patla ko'z oldiga keltiradi. Odatda ko'mirchi balalar tushda yoki tushdan keyin keladi. Shunga Naima vaqt o'tkazish uchun ravaqda birdam kitob ko'rdi. Tushda oyat bu etgan lag'mandan bir taqsiyat oram elish uchun hujrasiga amdili kirishi bilan sirtdan ko'mir, ko'mir, xalta ko'mir degan ovoz keldi. Naima qo'lidagi kitobni qo'yib yurib chiqib ketdi. Biroq bir dilla so'ltib qoldi. Chunki bu qitim kelganimi pakar, dog'moq, chochlari kirpidak ko'mirchi bola edi. Balkim bu ko'mirchi bolalar bir-birini tonishi mumkin degan o'y ko'nglidan kechgan Naima ko'mirchi bola bilan ko'chada so'zlashishni beab ko'rdi bo'lg'ay, bir xalt ko'mir akirib berishni o'tindi. Ko'mirchi bola bir xalt ko'mirni murisiga elib, gus dastiginicha ho'ynaga kirdi. U bog'ning oxirini ko'gilib bo'lmaydigan, o'yladagi hashamatlik bino, gulliklar, qapartma naqshliq derazalar, poyanda selingan tik ham uzun pallanpaylarni burun bir necha qitim ko'gashkimu, Uddulla choyxonaning tegidagi yarasta parxonaga tushib ketdi. "Voy, ukamoy!" dedi ko'mirchi bir xalt ko'mirni bulongdagi sanduqqa tikibdi. "Rost gap qilsam, qolgan ko'miringizning holi shu turadi. Yana birer ikki xalta to'kib etaymi? Avval men sizdan bir gap so'rab olay." Naimaning talaffuzi samimiy edi. "Siz Tug'liq degan balani tanimsiz?" "Nima davatisiz o'y qiz bola? Rost gap qilsam, uni tarso'liqlarning tanımaydigani yo'q. Mana men uning og'aynisi pida bo'laman. Qarang, rost gap qilsam, qaltis kuyda u. Tug'liq degan ism chiqqan hamon biz og'aynalari turmoq, tarso'liq dehqonlarmi tavrab ketadi jumun." "Voy, bir savassiz balani hajabmi maqtab ketdingiz?" dedi Naima Tug'liqning qanchalik o'qiganligini bilish niyatida. "Baribir u sizdakli ko'mirchi bala-ku." "Hey qiz bola, rost gapni qilsam-ku, qarang." Pidaning bir dilla ochig'i kelgan edi. U bir tal qeyri dadisini deb 7 sinfni bitiribla chiqib ketdi deyman. Biroq hozirgacha kitobni tashlamadi. Biz bir necha og'aynilar xonga mangsak, qaytsak, otlarni harvalarning oqisiga chatimizda bir harvaga chiqib olamiz. Tug'liq bizga ne qiziq kitoblarni o'qib berdi jumun. Nima? Tug'liqni osmoqchilab so'rab ketganingizga qaraganda tekkingiz bor o'xshamamdi. "Vey, masarangni." Naima hüppida qizirib ketdi. "Nimanda qoljoq birdimi bu? Eski tamdan qo'qaq chiqqandek davatgan gapini buning." "Hey, ukamoy, rost gapni qilsam bog'u qarang. Tug'liq olaman desa tegalaysiz jumun." Pida chirtdi tukirib qo'ydi. "U ko'mirchi bo'g'ini bilan o'qir egiz jumun. Rost gapni qilsam Tarsuda ne qizlar tegiman deb teganmidi. Uchu heliqi bir yalagacha o'qiy olgan bo'lsa, sizning dadingizdek 10 qatta boshning ishini qiladi deyman.
Bu po emas. Ondaqda tanlab tazğa uçurğadek. Nəyimə Fidanın qasdan tishig'i tegdi. Tor suluqlarmı rasa ahmaq o'xshaydi, qizlarini tangshilib. Nimandaq geri qizsiz? Sodda Fidanın ichi tutildab ketdi. Sizmi tozg'i tegamsiz, bezgimi, yog'i qalamdu, cho'qurmi, bumi Xudoning ilkidagi ish. Rost gapni qilsam, tor suluqlar to'g'liqni o'z jigirimiz deb biladi. Onun yordam qo'li tegmagan dehqon yo'q. O'zining bo'sig'isiga tushgan izdan xalqning etiziga tushgan izi ko'p. Onundan boshqa xalq bor-ku, beshi, tishi, qursig'i og'irsa, isitmasi o'rlab ketsa, hatto shatroqlab qolsa-mu to'g'liqni izlashidi. Uyiga kirsangiz, rat-rat tizilgan dori qutilari. To'g'liq aşı saraliqlar uchunla oshundoq mehribon. Teha tollab tozg'i uchirg'idak deysiz. Rost gapni qilsamchu, to'g'liq qizlarni ko'rsa, gap agitib, soqol tashlab, po'xorliq qilib, xushqiytib yuradigan badqiliq bolalardan emas. Bo'ldi, xafamasingizchi aka? Nayma to'g'liqning nima uchun kelmaganlik sababini bilish uchun gap agitmoqda edi. Ajab, qozondagi qo'mashdek paraslab etilibli ketdingiz. Albatta, mening bu ranjigan yerlarim bor. Ha, ma'qul, endi bildim. Pida burnini tatlab qo'ydi. To'g'liqning endi chilonliqqa bormayman deganida gap bor ekan-da. Rost gap qilsam, uning yuragiga g'assida sanjilgandek biror gap qilmasangiz, u shundoq ranjib ketamdi. Nayima Pidaning gapidan shuni bildiki, to'g'liq endi chilonliqqa kelmaydi ekan. Undaqda Pidaga bo'lgan ishlarni tushundirsinmi? Men uchun kechirim so'rab qo'ying deb yelinsinmi? Agar to'g'liq chilonliqqa bir kep ketsin desa, Pidaning gumonini qo'zg'ab qo'ydi-da, torsu chilonliqda quloq yoqdi gaplar ko'payib ketadi. Shunga tuzuk bir hiyla o'ylab tepish kerakki, Pida eqitmay temitmay opiradigan, to'g'liq kulib ketadigan bo'lishi kerak. Voyt odam, sen taz degicha men taz davolay degandek, texi gunohni menda qo'ysiz-ku. Naimaning talabbuzi rostakli edi. Siz hapildab maqtagan u odam bir harvi ko'mir akilib beraman deb bir muncha pulimni ap qochdi. Ko'rsangiz deb qo'ying, darhol kelib pulimni berib etsin. Bo'lmasa tar suvga o'zim berib rasvo qilaman. Naima bir xalt ko'mirning pulini yerga tashladi-da, yarasti bo'limdan o'zini silkib chiqib ketdi. Qarangli bo'lib qolgan Pida beshini sangilatganicha ko'chaga chiqdi. Ondan daraxtga bog'langan etining bo'jisini yashdi, yana bog'ladi. Oqidan yana yashdi. U yeshib, chegishni takrorlag'ash, nimalarni deb g'udonshimoqda edi. Bu xotin o'rimchidagi erini ko'gisi kelib elishib qopti. Rost gapni qilsam, u er xapalig'ida sarang bo'pti. U qizmidi ya? Undaqda hagidakisi kelib o'lay debdi. Vay, kimmi olar u tavu nozik musulmonni? Xudoyim tova, u to'g'liqni nimalarni deb ketdi? Rost gapni qilsam to'g'liq olmayman degan gap. Shunga savdoyi bo'lib qopti. Hey, ko'mirchi bola, nima o'zang gap qilib ketding? Dedi meni bosdan helali tushgan Oyaz. Yoki eting bilan mo'ngdishyaptamsan? Ha, yo'q aka, o'zimcha. Dachadagilar ko'mir oldimi yo'q? Oldi. Bir xalta akirib to'kib berdim. Nahiylik doktorxonada ayoli Oysimaga qaratgan Oyaz o'ng so'li o'shgan holda qo'rg'oga kirdi-da, igiz palampaylardan taqildab chiqib, Xaloy bilan Turdi Hasanning maxsus hujrasining eshigini chaqdi. Ishkiridan kirang degan to'limi nozik ham yaqinli ovoz anglandi. Oyaz hujraga qadam elish bilan mazilik bir hid dimoqlarga guppida urildi.
u deraza tubidagi ustalda kitob ko'rayotgan Xol'ayga lappida qaradi-yu, yana shu hamon yerga qarab oldi. Aysimaning ahvoli qandaqroq? Bir yo'qlab qolgancha qaytib borammidim? Yaxshi. Oyazning og'zidan yaxshi degan so'z oralda chiqdi. Buni Xol'ay darhol tushundi. Doktorxonadan oldirab kelganingizga qaraganda biror muhim ish bormi deyman. Men Tunazirni izlab kelishim edi. O yoq shaharga bir ish bilan kirib ketgan. Qandaq, menga degil bo'lmamdi. Yo'qsa. Boshqacha o'ylab qolmang. Xol'ay xonim, men tayinliq iqtisoddan qiynalib qolgan o'xshamamsiz. dedi Xol'ay Oyazning sal oqirib qolgan chiroyiga sansilib. Qani ayting, qanchalik kerak? Yo'g'su xonim, agar shundoq bo'lgan bo'lsa, Nozirni izlamay sizni izlagan bo'lardim. Oyaz yer beqib so'zlab o'tadi. Faqat dochida bir necha kun bo'lolmaydiganligini deb qo'yish uchun kelgan. Shu ishmidi? Menga deb qo'ysangiz bo'lmadimi? Men shundoq o'ylagan, lekin Nozir o'qishmaslikdan sizga menga achchiqlab kelishdan ansirdingiz, shundaqmi? O'kisi o'rilgan Xol'ay birdam jim turib oldi. Rahmat sizga Oyaz, sizning bag'ringiz ajab yumshoq. Emisa, men mangay. Oyaz menishga taraddudlangan edi. Xol'ay to'xtang deganda qo'lini ko'tardi. Ondan u bulungdagi to'mpishkining tuz qulupini echib, qo'lini tiqdi-da bir tutam pulni oldi. Bir bemor bolnisda yatdimi, qanchalik pul ketishni mo'ljalligili bo'lmaydi, dedi Xol'ay Oyazning qo'liga pulni tutqizib. Buni tartinmay eling. Kechiring xonim. Oyaz qo'lidagi pulni ustalga qo'yib qo'ydi. Mushunda qora kunlar kelishini ko'nglim tuygandek, o'z vaqtida yer sotgan pulni ner-beri qilmay saqlab qo'ygandim. Shuni doktorxonaga to'ladim. Biroq Oyaz esa deb mo'ldirdak to'kilib ketdi. Oysimadin umid yo'qda qoladi. Doktorlar cho'p jonli bir yig'lib etdi. Buni ko'rgan Xol'ayningmi ko'z jiyaklarida lipmiliq yoshlar lig'irladi. Xol'ayning bundaq bearam bo'lishi yavash yumshoq, eriga sadoqatman, turmushning hech xovliqini ko'rmagan 42 yoshlik Oysimaga ich og'irtishdan bo'ldi degandan ko'ra, to'laroq Oyazga echinib yosh to'kdi degan tuzuk edi. 10 yil kasal azobida qiltiriqdek bo'lib qolgan bu nimjon ayolning jafosini bo'ldi degicha tatgan Oyaz yanala o'sha ayolga paylamay yosh to'kib boshqa noinsof erlar bo'g'inida ko'zida hozir tutib ichida hid o'ynar edi. Mana bu sodda dehqonlarning qaddinasiga bo'lgan saf samimiy pok aqidasi albatta. Bu 3000 so'm. Xol'ay Oyazning unimag'aniga qo'ymay qo'liga qayta tutqizib qo'ydi. Uyda bari shukan. Men ertaga yo'qlab kirgach bankidan yana ajirtib beraman. Siz xotirjam Oysimani kuting. Oysimaning singlisimi bor, dedi Oyaz g'orong-g'orong ovozda. Shunga dochaga oralab chiqib turaman. Dochada qanchalik ishlar bor deysiz? Agar bu qolgan taqdirda oshpaz ayol oyat bor emasmi? Xo'sh xonim. Oyaz qandoq oldirab kelgan bo'lsa, yana shundoq oldirab chiqib. Ag'zam to'ra, otsa eti, tutsa sepi, anglasa dengi bor, boylarning biri. Xudoyim basimu hamma nimasini o'xshitib, tuz ta'mini tetitib, hamma anglason bilsin uchun nom sharifini dabdabalik yaratdi ekan. Durust. Xudo ag'zam to'riga nimalarni bermadi deysiz? U hozir bir oltin konning xo'jayini. Bir necha yuzlagan har millat ishchilari jenini olqiniga elib, yer ostidan kallak sanduqlab, vagonlab pul qezib, ag'zam to'rining mangu to'lmas nafsi xazinalariga to'kidi. Shon-shuhrat munarlariga chiroq yoqdi.
Onundan başqa Dorjala yaylığıdaki neçə minglığan qoy kalalar, şəhərdəki pul sudək eqib qırıvatqan sauna monçiləri, Ürümçidəki 3 oltin dükkanı yanala şu əğzəm törə təsəvvüb edir. Gerçi sauna monçisi oğlu qavuz satağının başqurşuda bolsa-mı, o həftədə birər qitim faqat sauna satağlarını seğilganda monçiga yoluqub qoyatdı da, ondan otarman chaparmanlar bilan daptaranlagan eşek ağırğa yeladi o'ynaydi. Boyliqni nega barasan desa do'qimanglayga debdikan. Agar cho'nqurroq zan salsang, ko'nila bilib debdikan deb qolasan. Ras Xudoyim ağzam töri bilan o'g'li qovuz satanga hamma maishatni oymay berib, faqatla bir narsaga bexillik qilgan. Gapning po'sqalisini desak, bu ota bolalar odamiylik shakldan o'zgacha yorilib qolgan edi. Ağzam töri g'alatilar do'q bo'lib, bir kim kuchab bostirib o'tgandek, uning beshi po'st qo'yib chiqqan gajgisi bilan maydisi o'ttirsiga cho'kib ketgachga bo'yni ko'rinmaydi. Bir mörisi egiz, birsi pes boğaşqa, joğun tak-tak kichikkina gavdasi singayam mangati. Bu ayıplar az kelgandek dümbisi kavak edi. Qavuz her kuni bir necha qitim olichpar kiyimlarni almashtirib, turli maylarni surtib yurgashga satang degan laqam qo'yilganmi yoki betbashara chiroyini masxara qilib qo'yib qo'yganmi, bu tarafi qorong'u. Lekin o ta'tir ustixon, dasti kelangsiz, xuddi vaqtsiz yo'g'nab ketgan ichi po'r so'gatkali o'xshaydi. Uning peshonasi tor, kang ingak go'shlari salpiyib tushgan. Buqi bo'yin, qop-qora cho'qur bo'lib, xuddi ikki bo'rakni chaplab qo'ygandek atlik kolpuklari ko'kirib turardi. U jo'g'i kichik, o'nglari oq seriq kelgan dodisi bilan opisiga faqatla o'xshamaydi. Ağzam törining asosliq boyliq manbasi töramning nom amalini ko'klarga ko'targan shuhrat buliqi yanala oltin kon edi. Bu oltin konni 3 yil ilgari kon ishlari idorasining huquqliq arbobi Turdi Hasan qo'l ostidagi ham hukumat doirasidagi kon ishlariga munosabatli kasbiy xizmat bajarish o'rin rahbarlariga xizmat ishladi. O'zi yo'l mengib bir qancha o'rinlardan tasdiqlangan rasmiyatlarni markazga yo'llab degandek kon echish ijozatnomasini hal qilib, Ağzam törini islohot va ech vetishning sarkardisi qilib qo'ygan edi. Ağzam töre va'dasi bo'yicha Dorjala yaylig'idagi qo'ylaridan 100 sog'liqni Turdi Hasanning igidorchiligiga o'tkazib, xat to'xtam qilishdi. Bu 100 sog'liqni beqish vazifasini Mo'ng'ul qo'ychi Batbayir ustiga olgan bo'lib, beqish shartlari tuvandagidek edi. Bu 100 sog'liq temir sog'liq, o't ko'ymaydigan, suvi oqmaydigan, bo'ri yemaydigan, lekin ofat buning ichida emas. Bu 100 sog'liq yilliga 100 ni qo'zilaydi. Buning 50% Turdi Nozirning, 50% qo'ychi Batbayirning. Agar Turdi Nozir beqilish haqqi uchun har bir sog'liqqa yiliga 35 so'm topshirsa, qo'zilarning 70% Turdi Nozirning bo'ladi. Har bir sog'liq 2-3 ni qo'zilamdi yoki qisir qalamdi, bu talayning ishi. Lekin yiliga tug'iladigan 100 qo'za temir qo'zidir. Shunga 1 yildan keyin 100 sog'liq 150 sog'liq bo'ladi. 2 yildan keyin 225 sog'liq bo'ladi. Mushu nisbatda ko'payaveradi. Belqut şirketida ovozga elinib, Belqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Ko'mirchi Bala nomli romanini bugun mushagacha anglatdik. Davomini atiki anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shanxua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu kitobni setib olib saqlab qo'yishini tavsiya qilamiz.